Lisensiya beni qilamiz. Hop, kirganda hol, to'g'rida zal. O'ng tomonda zamoviy eshik, glавный, yana ichkarida eshik, spalniki. Kraska ekonom variantda berilgan xullas. Birinchilar berildi. Hop, bu tomon spalni. Shu uyda bitish kerak, biroz to'y bo'lishi kerak bitishi bilan. Bu uylar eski bo'lgan edi, eski xullas. Gipsakardon bilan ashib bo'lib ketdi. Podiyomlilar endi ikki yonaverdi. Hop, bu tomonda xullas devor bo'lgan, bu tomonda devor bo'lgan, mana shu tushdi. Hozir chiqib qo'ydi ham. Ikkita uyning o'rtasidagi metralka bo'ladi-yu, o'sha metralkani tushib yuborilgan o'zi. Joydan foydalanib. Sinchlarni aralab, akfa eshik qo'yib, akfa eshigiga topib kelib, xullas qo'yilgan. Dushti ichlari ham bo'lgan. To'kilib olguncha. Bu tomoni o'sha ikkita uy, bu tomoni ham xullas uy, bu tomoni ham xullas uy. O'rtada havo turadigan bir qiyiqim joy bo'lgan, qiyiqim. Shu yerda foydalanib yuborildi. Bu tomoni 70, uzog'i 70, yonisi 65. Bu tomoni 1.20 gacha. Yonisi ham 1.10 gacha. Dimoxot kulchatirdan, svet kulchatirdan birga o'chiradi. Kichkina joyga shuncha sharoit bo'ldi. Ariston, oyna, yonida sachiqlarga shkaf, vishilka, chashka, rakovina, avtomat, sistema. Shu. Xullas bu zal. Uzuni 950. Bu xona o'sha sinchli uy bo'lgan, oldin eski, o'sha bir xona bu tomonda, olmaydan xullas devor bo'lgan. Devorda xullas devorda olib tashlangan, ikkita xona bitta qorilgan, xullas gipsakardon qorilgan. Devorlar shuni hisobiga o'zi uyda yana 70-80 bo'lgan. Shuni hisobiga 97 bo'lib ketgan devori. Chunki sinchli ancha qiyshiq bo'ladi. 12-13 sm gacha ashibga bo'ladi. Gipsakardonda bo'lsa. Xullas o'sha ramkalarda o'rnida derazalar bo'lgan. Har bitta ramkaning o'rnida bittadan deraza bo'lgan. Biz uni yopib yubordik gipsakardon bilan. Patolog ham o'sha klassik high-tech holatda bo'lgan, faqat oq rangdan foydalangan aboyigacha. Tiyagasi ham yumshoq emas, o'sha eng qattiq rasiska moldingdan bo'lgan. Hozir lazerni qo'yib olganman. Tiyaga uchun emas, teshish uchun bu. Xullas teshish uchun. Sentrda olib turadi bu.